Tezkor xabar: O'zbekistonda 62 kishi ish joyida halok bo'ldi. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosing va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda 2026-yilning 1-choragida mehnat faoliyati bilan bog'liq 198 ta baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Bu haqda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, qayd etilgan baxtsiz hodisalarning 9 tasi guruhiy, 139 tasi og'ir oqibatli, 49 tasi esa o'lim bilan yakunlangan. Ushbu hodisalar oqibatida jami 223 kishi jabrlangan bo'lib, shundan 146 nafari og'ir tan jarohati olgan, 15 nafari yengil jarohatlangan, 62 nafari esa vafot etgan. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat va qurilish sohalarida qayd etilgan. Xususan, sanoat tarmog'ida 71 ta, qurilishda 54 ta, qishloq va suv xo'jaligida 9 ta, transportda 8 ta, savdo va xizmat ko'rsatishda 8 ta, ta'lim sohasida 6 ta, sog'liqni saqlash tizimida 4 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan bo'lib, bu yerda 44 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Undan keyingi o'rinlarda Surxondaryo viloyati 36 ta, Toshkent viloyati 29 ta, Navoiy viloyati 18 ta, Buxoro viloyati 16 ta, Andijon viloyati 15 ta, Samarqand va Sirdaryo 13 tadan qayd etilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda 10 ta, Farg'ona va Qashqadaryoda 10 tadan, Namanganda 7 ta, Xorazm va Jizzaxda 5 tadan baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Vazirlik mehnat xavfsizligi har bir ish joyida ustuvor masala bo'lishi shartligini bildirgan. Sizga kezmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.